Sun'iy intellekt bilan ishlaydigan robot olib kelib qo'yganmiz. Narxi 415 ming so'mdan. O'yinchog'imiz ingliz, rus, arab, o'zbek, tojik, qozoq, turkman, hop xitoy tillarida gaplashar ekan, sinab ko'rdik. Xuddi Alisiga o'xshagan, uni sal boshqacharoq qilib o'yinchog'imizga har xil matematikaga oid savollar, tarixga oid savollar berib ko'rdik. To'g'ri javob beryapti. Hozir qisqacha ko'rsatib beramiz. O'yinchog'imizni mana yoqib olamiz. Orqa tomondan ulg'aygandan keyin bitta bosganingizda qizil chiroq yonadi. Shu paytda savol berasizlar. Keyin savolga o'zi javob beradi. Bu robotimizni Привет. Похоже, у тебя какой? eslab Там qoladi. интересный разговор или шутка возникла? Ссылился в виду теплый диалог? Шарада или даже отсылка к чему? То личному? O'sha gaplashayotgan odamni eslab qoladi. O'zini tanishtirib qo'ysa-da, o'sha odamning ovozini eslab qoladi. Har xil mana qizil yongan payt eshitayotgan bo'ladi. Keyin unga javob berib, yana gaplashib beradi. Narxi 415 ming so'mdan do'konimizda kutib qolamiz. Paka.